Hamma gapirayotgan ChatGPT, ya'ni sun'iy intellekt o'zi nima? Sun'iy intellekt insonda fikrlay oladigan va qaror qabul qila oladigan kompyuter. Keling, buni oddiyroq misolda ko'rsatib beraman. Aslida biz uni har kuni ko'ramiz. Bu Yandex ilovasi. Keling, hozir istalgan lokatsiyaga biz taksi narxini ko'ramiz. Narxlarni ko'rdik. Hozir soat 17:45, 20 daqiqadan so'ng, ya'ni 18:05 da narxlarni solishtirib ko'ramiz. Narxni ko'rdingizmi? Necha barobar oshdi. Buni hammasini odam belgilab o'tiradi deb o'ylaysizmi? Ko'chadagi probka, mijozlarning qanchasi hozir taksi buyurtma berayotganiga qarab, narxlar avtomat tarzda o'zgaradi. Agar birorta odam buni qilsa, kuchi yetmasdi katta ehtimol bilan. Keling, ChatGPT dan so'rab ko'ramiz. Yandexdagi AI qilayotgan ishni qancha odam bajarar edi? 500 tadan 1000 tagacha odam. Wow! Keling, o'zimizga kelib olamiz va dasturchini o'zidan so'rab ko'ramiz. AI insonlarning ishini olib qo'yadimi? Qisman olib qo'yadi ham. Qaysi sohalarda? Masalan, dasturlashda olib qo'yadimi desangiz, aniqroq javob berish mumkin. Dasturlashda hamma joyda olib qo'yadi deb yoki masalan, dasturlashda, ya'ni dasturlashda olib qo'yadimi? Agar boshlang'ich, junior darajalar yoki undan oldingi darajalar bo'lsa, olib qo'yadi. Ko'plarini, juda ko'plarini olib qo'yadi. Hatto middle'ga ham xavf solishi mumkin. Kengroq oladigan bo'lsak, mana misol uchun shifokorlar sohasida-chi? Misol uchun konsultantlar bo'ladi-yu, o'shalarni ham olib qo'yish mumkin. Ya'ni ChatGPTga sog'lig'imizni ishonsak bo'ladi. Uni men hali aniq ayta olmayman. Demoqchiman, mana misol uchun boshingiz og'riyapti. Sizda variant bor, doktorga borish yoki telefon qilish yoki ChatGPTdan so'rash. Misol uchun hozir uchalasini ham qilib ko'rishingiz mumkin. Ertaga sun'iy intellekt shunaqa darajaga keladi. Qolgan shifokordan so'rash ehtimol konsultantsiya olish keragi bo'lmaydi. Uni sun'iy intellektdan so'raysiz. Sun'iy intellekt javobiga qarab, keyin siz qaror qilishingiz mumkin. Dalshi shifokorga borish kerakmi yoki yo'qmi? O'zingiz qanaqadir misollar keltirib o'ta olasizmi? Qanaqangi sohalarni, qaysi qismlarini olib qo'yadi? Sohalar ko'p-ku. Hamma sohani egallaydi, lekin hamma sohani qaysidir qismlarini egallaydi demoqchiman-da. Tushunarli. O'qituvchilikni ham, taksichilikni ham даже egallayapti ham, misol uchun. Endi bu yerda qaysi sohani deyish yo'q, hamma sohani egallaydi. Hammasini ham emas, lekin ma'lum bir qismini egallaydi. Hamma sohani qaysidir qismlarini egallaydi. Keling, dasturchilarga qaytib o'tamiz. Aynan qaysi dasturchilar, mana misol uchun junior deyapmiz, qanaqangi naviklilari, ya'ni ko'nikmaga ega bo'lgan dasturchilar ishlarni yo'qotishadi, qaysilari qoladi? Sun'iy intellektdan foydalanishni bilmaydiganlari konkret ketadi. Ishni yo'qotadi. Ishni yo'qotadi. Sun'iy intellektdan foydalanishni bilishi va savol so'ray olishi, misol uchun hozir o'zim o'quvchilarim ham bor. Aynan muammo bu yerda savol so'ray olishmasligi. Buni ustida ishlasa, to'g'ri savol berishni o'rgansa, sun'iy intellekt bilan muloqot qilishni o'rgansa, unda ya'ni ishlatishni bilgan, ya'ni bu toolni ishlatishni bilgan, bu instrumentni ishlashni bilgan deganda ham просто так ChatGPT bugun qanaqa kun, ob-havo qanaqa yoki misol uchun men bu dasturni qilmoqchiman, men qila olmayapman deyish emas. Misol uchun aynan konkret unga to'g'ri buyruq berishni o'rganish kerak. Ha, tushunarli. Mana shu narsani bilsa, junior bo'lsa ham ish topish qiyin bo'ladi, lekin misol uchun ChatGPT bilan ishni davom ettiradi. ChatGPT bilan qanaqadir loyihalar qilib, o'zini ustida ishlab, qaysi darajaga chiqib, keyin ish topishi mumkin. Gaplar isbot bilan bo'lishi kerak, Akmal aka. Давайте mana shunaqangi bitta challenge qilamiz. Ya'ni 1 soat ichida siz bitta sayt, men hozir ko'rsataman, bitta saytni o'zingiz AI yordamida qilasiz. Men uni ma'lum bir odamlarga ko'rsataman va ular 10 ballik shkalada 7 balldan baland ball qo'yishsa, sizga men $50 beraman. Bo'ladimi? Mana bu sayt. Yaxshi. Shu sayt. Buni xuddi shunday chiqishiga men kafolat bermayman 1 soat ichida, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Lekin biz umid qilamiz o'rtoqlar. Yo'q, bu konkret, men hozirdan aytyapman. Bo'ldi, xo'p. Aka, 1 soat ketdi. Vaqt ketdi. Bo'ldi. Kelishdik? Bo'ldi. Okey. $50 tashib ketavering hozir. Azamur aka, bugun ChatGPT ishlatasiz, to'g'rimi? Ha. Maylimi? Sizda bitta narsani sinab ko'rsak. Mayli. Qo'rqmaysiz? Yo'q. Buni o'qing. Hammasini o'qiymi? Sen inglizchani sayohat uchun o'rganyapman deysan, lekin hozircha aeroportda hello va taksi deyishdan boshqa narsa bilmaysan. Agar shu tezlikda davom etsang,
sayohatingda o'tkazadigan eng uzun suhbat pasport nazoratidagi ofitser bilan bo'ladi. Men окончательный savollarni berodimda, mana shu narsani to'shilib berdim. Mana shu narsaga programma qilib berdim menga o'qishni. Mana shu programma bo'yicha men necha soat shug'ullanasan, hammasini shug'ullanib Hozir urishib tashadi. Hozir urishib tashadi, hozir tualetdan boshqa narsa bilmaysan deydi. Naqadar og'ir gaplar deydi-ku. Abdulbos, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sizmi? Sizlar yaxshimi? ChatGPT ishlatasiz, to'g'rimi? Foydalanib ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Xo'p. Qarang. Keling, biz ChatGPTni ochib bersangiz, men sizga bosib ko'radim. Aha. Hozir men sizga ChatGPTdan ishlatsam bo'ladi, to'g'rimi? Endi siz emotsiyalangiz kerak. O'qib ko'rasiz. Oho. Butun boshli ma'lumotlarni Hayron qoldirdimi? Abdulbosit, rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Akmal aka, ishlar qanaqa ketyapti? Bo'ldingizmi? Jichcha qoldi deydi. Ditcha qoldi. Xo'p, azizlar. Xabaringiz bor, bilasizmi yo'qmi? ChatGPT Apple bilan kollaboratsiya qilishni boshladi va endi siz Apple mahsulotlarini ishlatganingizda barcha ma'lumotlaringiz ChatGPTga ham o'tishi mumkin. Bu degani ChatGPT beradigan javoblar bundan ham qo'rqinchli bo'lishi mumkin o'rtoqlar. o'rtoqlarni unuting boshqatdan. Akmal aka tayyor bo'ldi? Sayt. Zo'r emas, lekin tayyor bo'ldi. Zo'r. Unda ekspertimizni chaqiramiz. Ustamaga qaror olasiz. Rustamboy. Undan oldin Rustam aka, keling men sizga haqiqiy Akmal aka Bunday ko'rsataylik. o'xshatishlari kerak. Bunda ko'rsataylik mana haqiqiy mana. Buni ko'rib chiqing o'zingiz. Buni bitta ko'rib chiq o'zi. Bu Tesla'ning original sayti. Da, bu original sayt. Lekin men qilganim to'liq emas, shuni bir qismi. Bitta pejli saytmi bu? Ha. Ko'p pejlar bor, lekin bularga qaramasang ham bo'ladi. Bo'ldi. Endi nargisi men qilganim. Bu sun'iy bilan. Sun'iy bilan qilganing. Hali bu joylarni qo'shmadim. Yo'q, ularni qilmadim. Quloqqa yo'q. Ko'rib. Bitta pejli faqat home pejni qilgansizlar. Ha. 1 soat ichida. ha. Qilingan joyini o'zini hisoblasa, 10dan hisoblaganda 9 dan baland ball qo'yaman, chunki bu yerda hech qanaqa farq sezganim yo'q. Ikkalasi bir xil chiqqan. Lekin mana qilinmagan joylari, kamchiliklari qolib ketgan bo'lsa, bu sal ball kamayishi mumkin. Funksiyalar qo'shilmagan ya'ni. Funksiyalar qo'shilmagan va sayt oxirigacha yetkazilmagan. Hozirgi natija bu. Qo'yib yuboramiz anaqada. Xo'p. Tabriklaymiz Rustam aka. Men siz taraf edim, okey. $50 yutdingiz, okey. $50 Rustamdan, keyin qolganlardan ham $50 Video yoqdimi? Nimalarni tushundingiz? AI bilan hali ham uzoq vaqt ishda qolaman deb o'ylaysizmi? Buni yaxshilab o'ylab ko'ring. Bu jarayonda unchalik optimist bo'lmas edim. Bizning universitetdagi o'quvchilar mana shunaqa narsalarni o'rganishadi. Siz ham AI va top IT yo'nalishlarida o'qishni istasangiz, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Mutaxassislar sizga to'liq ma'lumot beradi. Kelajakda ishingiz bo'ladigan umid bilan videoga yakun yasaymiz.